Başakşehir navbatdagi hujumni tashkil etadi. 11-daqiqa o'tib borayotganda Amin Arit Jamol Sardor Umar Ali Shahinga yordamga keldi. Keyin zarba yo'llamoqchi shekilli. Keyin aylanib olyapti. Keyin pas beryapti, lekin bu pas ham o'tmayapti. Hujumda foul ishlatdi Amin Arit. Juda yaxshi imkoniyatni ko'kka sovurdi. 22-dekabr sanasida Istanbul Başakşehir Gaziantep jamoasini 5-1 hisobda mag'lub etgan edi. Bu oxirgi 5 ta o'yin haqida gapirayotgandik, 5-inchisi hisoblanadi. Endi birinchisi bu 5 talik ichida. 3 ta g'alaba, 2 ta durang. Yomon emas. Nuriy Shahin kelganda bilasiz qanchalar tanqidlar ostida qolayotgan edi, ammo lekin biroq o'zini o'nglash va jamoani qayta tiklash 27ga 73 to'p nazorati, shuni aytib ketaylik. Orasida Nuriy Shahin juda ham ajoyib ishlanmalar bilan hammani hayron qoldirdi. Mana ko'ryapmizki, Başakşehir nafaqat natijalar tomonidan, o'yin uslubi tomonidan ham o'sganligini, hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ulgurishdi. Leandro Duarte bu safar ulgurdi. Yetib keldi kerakli paytda, bo'lmasa Onuqa kechirmasligi mumkin edi. Ammo hammasi joyiga tushdi. Umar Ali Shahinar, Nuriy Shahin shu bilan bir qatorda o'zining kerakli futbolchilarini o'rnatib oldi. Ya'niki qotib qolgan tarkib bilan o'ynayotgan edi Başakşehir. Umuman olganda o'zgarishlar va rotatsiyalar bo'lmayotgan edi. Nuriy Shahin keldi. Yakub Kaluzinskini zaxiraga, Miguel Cresponi zaxiraga va bir qancha futbolchilarni zaxiraga mixlab tashladi. Mana ko'ryapmiz. Jamoaning taktik sxemasi ham o'zgarib ketdi. Dastlab kelganida Abbos Fayzullayev to'pni ushlay olmadi. Abbos Fayzullayevni zaxirada ancha vaqt olib yurdi. Hattoki safga qaytgandan so'ng ham Mendesh juda yaxshi o'ynadi. Qanotga uzatma berildi hozir. Chivelek nima o'ylab toparkan Chivelek, uz zarba ham yo'llashi mumkin. Zarba rikoshet va burchak zarbasi. O'yin shiddatlashyapti, o'yinning temposi boryapti borgan sari. Kayserispor jamoasi esa hujumlarini yanada kuchliroq va yanada aniqroq qilishga harakat qilyapti. Standart vaziyatga e'tibor qaratamiz. Başakşehir standart vaziyatlardan ko'p gol uradi, lekin gol ham o'tkazib turishini aytib o'tishimiz kerak. On 14-daqiqa standart vaziyat. Kayserisporning tomonat futbolchilar shu yerda. Cardoso rikoshet. Hozir navbatdagi burchak zarbasi. Cardoso jamoa sardori hozir uzoqdan gol kiritishi mumkin edi. Cardoso o'zi yaxshi futbolchi, taniqli futbolchi. Mana hozir oz qoldi yana bitta rikoshet bilan bo'lsa-da gol urishiga. Miguel Felipe Cardoso, Portugal